aka qo'lni ko'tarib qo'ying bir. Mana Odil aka ham bo'ldi. Xudo xohlasa mana shu betonkalar, mana betonka yo'l yangi tushyapti. Qoraqalpoqdan Beruniy tomonga qarab betonlashyapti yo'llar. Mana bu tomonda yo'llar remontda, xudo xohlasa. Yo'llarimiz yaxshi bo'lyapti. Betonlar asfaltdan ko'ra beton sal uzoqroq yashaydi. Tekis, silliq bu yog'i. Qadrli ko'chalar. Nasib bo'lsa Beruniyga borsak, Beruniyda bu yog'i betonga. Buxorodan keyin Navoiydan keyin Samarqanddan keyin Jizzaxga kiramiz zavodga. Bu safar bizga yuk bo'lmadi. Devorni mashinasi ham kelyapti. Texnikalar ishlayapti, hammasi. Texnikalar. Mana ichkarida o'chib ketdi. Devorda. Tabiat chiroyli, tabiat go'zal. Hammaga salom. Yo'llar mana yaxshi remontda ishlamasin. Sement zavod bo'lsa kerak jamam. Sement zavod bo'lsa kerakmi? Yo'llar. Adirlarga bunaqa tushganlik bilan soya tushib, adirlar ham qop-qoraga o'xshab qolibdi. Rossiyada betonka derdim, mana O'zbekistonda ham betonka yo'llarimiz. Xudo xohlasa. Xorazmdan to Buxorogacha betonka. Mana kestirmasin Nukusdan, Qoraqalpoqdan to Beruniygacha ham betonka bo'lib, mana ketyapti yo'llarimiz.